voy shunaqa kvartira topib qo'yganman, shunaqa lokatsiyalarga kelsam, borib maza qilib obzor qilaman deb narxini eshitib o'zim ham hayron qoldim, borib. Chunki bu joyda, bu lokatsiyada o'zi bunaqa kvartira topish bunaqa narxga juda qiyin bo'lib qolgan. Qaranglar, kelgan joyimiz Olmazor tumani bo'ladi. Olmazor tumani Avlon chorrahasi. Akfamed layni to'g'risidagi 9 qavatli domma 8-qavatida joylashgan. Ko'pchilik tepani qolishmaydi. Tepaga chiqish kerak, tepaga Allohga yaqinroq bo'lasizlar. Qaranglar, asosiy eshikdan kirib kelganda kichkina koridorimiz bo'ladi. Mana mana shu chiroyli masdan komodlari joylashgan, kartinkalari, fayzi bor. Shunaqa bilinib turibdi. Shunaqa fayzli xonadon ekan. To'g'rimizda dekorativ oyna bo'ladi. Chap tarafdagi xonadan boshlaymiz. Bu yoq tarafda mana ko'rasizlar, strunniy shkoflari joylashgan. Bu birinchi xonamiz. Detskiy xonamiz bo'ladi. Detskiy xonadagi shkoflari, mana shu stollari, pardalari, gilamlari, mana shu divanlari hamma narsasi qoladi. Tashqariga qaragan derazasi bor. Bu yoq tarafda родительский spalniy bo'ladi. Xonadonimizda naq 3 ta konditsioner bor. Okalar, mana родительский spalniy hamma narsasi qoladi. Konditsioneri bor, pardalari, mana shu shkoflarigacha qoladi, gilamlarigacha. Родительский spalniy orqali balkonimizga chiqamiz. Mana balkonni ham chiroyli qilib kladovka qilib qo'yishgan. Mana akalar, vid. Mana Avlon chorrahasi, asr to'yxonasi. Akfamed line mana shu yerda joylashgan. Bu yerda transportdan vashi muammo yo'q. Bu joyga chiqib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, xonalarni ko'rishda davom etamiz. Yana o'sha asosiy eshik koridoriga qaytamiz. Bu yoq tarafimizda oshxonamiz bo'ladi. Mana oshxona jihozlari, to'g'ri, sal eskiroq oshxona jihozlari, lekin buni yengilab olish qiyin emas. Gaz plitalari, mana ko'rasizlar, mikrovalnovkalarigacha qoladi, faqat mana shu xolodilnik bilan televizor chiqib ketadi. Bu yoq tarafimizda har kuni choy o'tiradigan joyimiz, bu yerda konditsioneri bor. Ko'rasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Xo'p, bu yoq tarafda yuradigan bo'lsa, yuvinish xonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kir mashina LG, bu ham qoladi. Bu yoq tarafda hojatxonamiz. Marhamat, lekin fayzli xonadon ekan, shaxsan menga yoqdi. Va oxirgi 3-xonamiz mehmonxona bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonadagi mana shu divanlari chiqib ketadi, gilamlari qoladi. Bu yerda ham konditsioneri bor, pardalarigacha qoladi. Akalar, 3 xonali xonadonimizni ko'rdinglar. Kadastr hujjatlariga ega bo'lgan. Akalar, kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Kadastr hujjatlari bo'yicha umumiy maydonimiz 81 kvadrat metrni tashkil qiladi. Endi narxi keladigan bo'lsa, 78500 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin akalar. Sunnatiga yaxshigina skidkasi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman.